Akshora jinlar toifasi eng kuchliging qaysi biri eng kuchliging? 28. Sen 28-raqamlimisan? Men boshliqman. Sen boshliqmisan? Nechta bor ichida jin bu jasad ichida? 10 ta. Sana birinchisi 28 san, ikkinchisi kim? Necha? İkincisi necha? 3. Uchinchisi-chi? Uchinchisi necha? 24. To'rtinchisi-chi? To'rtinchisini necha to'rtinchisi? Beshinchisi necha? Beshinchisi 19. Oltinchisi-chi? Oltinchisi necha? 24. 26. Yedinchisi-chi? Yedinchisi. 23. Sakkizinchisi-chi? Sakkizinchisi. To'qqizinchisi-chi? Ay canım. To'qqizinchisi necha? 22. 22. O'ninchisi necha o'ninchisi? 24. Bo'l 28. Davay ikkinchi sandagi necha keldi? 26. Keyin ku 26. 26. 26ni islomga kirsin, davay majburla tez. Bas la ilaha illalloh desin, tez chaqir, bu yoqqa chiq 26. 26 chiq bu yoqqa. Islomni qabul qil, la ilaha illalloh de tez. La ilaha illallah. Muhammadan Rasululloh. Muhammadun Rasulullah. Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illalloh ilaha illallah. va ashhadu anna Wa ashhadu anna Muhammadan Muhammadun abduhu rasuluh. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisi va habibi. Islomni qabul qildingmi? Qabul qildi. Nechidin? Raqami nechida? 28. Ya ani sandan keyin sandan keyin nechi keldi? Nechisi? Eng kuchligisanmisan? Nechisan sen? 28man. Hozir islomni 28. Hozir islomni kim qabul qildi sandan keyin? 26 qabul qildi. Davay qabul qildimi? Qabul qildi. Davay 26ni chiqar tepib chiqar tez 26ni tez. 26ni chiqar tez. 26ni chiqar tez tepib chiqar tasha tez. Tez. 26. Islomni qabul qildingmi? Ayolchimisan, erkakmisan? Men 26 ayolchiman. Dava chiq. Jasad chap qo'liga o't. Tez bo'lmasa 28 ga urdiraman. Savol ataman tez. Chiq. Jasad chap qo'liga o't tez. Bismillah. Tez. 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 Chiq, jasad chap qo'liga o't tez. Chiqar, uzul. Chiq tez. Tez bo'l, bismillah. Tez chiq. Tez 28 tep uni. Chiqar, hayda, usul. Tepib chiqar tez. Oxirda o'zing chiqaraman. Tasha, uzul. Uzul tez. Bismillah. Tez, bo'l. Tez 28. Uni chiqarishga sen bir odam turtki ber tez. Turtki ber tez. Ketdimi? 28. 26 ketdi bo'ldi. 26 ketdimi? Sen 28 misan? 28
28mi? 26 ketdimi? 26 ketdi bo'ldi. Bo'ldi. Qolmadi 26 bu yerda. Uchinchisini chaqir. Uchinchisi necha? 24. 24 chaqir. 24 bu yoqqa qara. Bismillah. 24. 24 tilga kir. 24. Erkakchimisan, ayolmisan? 24. Erkak. Islomni- Erkak. Islomni qabul qil. Tez. Ashhadu an la. Qaytar. Anam qiynalyapti. Qaytar. Ashhadu an la ilaha illalloh Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna va ashhadu anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu rasuluh. va rasuluh. Allohdan o'zga iloh yo'q. Allohdan o'zga iloh yo'q, yo Rabb. Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Evet. Muhammad sallallohu Alayhi vasallam. alayhi vasallam. Allohning elchisi Allohning elchisi va habibi. va habibi. Islomni qabul qildingmi? Qabul qildi. Nechinchi raqamsan? 24 man men. Do chiq. Jasad chap qo'liga o'tdi. Bismillah. Tez chiq. 24 chiq. Tez jasad chap qo'liga o'tdi. Tez. Barmoqlari uchiga chiqib ketdi. Tez. Bismillah. Bismillah. 28 tep uni. Chiqar, harakat qil. Tez hayda uni. Oxirda o'zing chiqaraman. Tez jasad chap qo'liga o'tdi. Bismillah. Tez. Bismillah. Tez. 28 24 hayda tez. Tez chiqar. Bo'lsa kuydirib o'raman. 28 sani qo'shib ham meni kuydirib o'ldirib o'raman. Tez tez. O'z Rabbingga qayt. O'z Rabbingga qayt. Tez. Bismillah. Bismillah. Tez. Chiqdingmi? Ketdi. 28 ketdimi? Yo'q, 28 mi? Yo, 28 ani 24 ketdimi? 26 ketdi. Ha, 26 ketdimi? Bo'ldi. Endi 4-chi. 3-sini chaqir. 3-simida ikkita. Ha, bitta ketdi. 24 qoldi. 24 tilga kir tez. Bismillah. Qo'l vazirim. Vobda 24 islomni qabul qilchi birinchi. Vazir-ku. Vazirlik. Vobda islomni qabul qil tez. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadun abduhu rasuluh. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning elchisi va habibi. Islomni qabul qildingmi? Islomni qabul qildingmi? Nechisan sen? Qabul qildim. Nechisan? 24 man. 24. Bo'pti, hozir 28 mi? 24 turib tursin. Xo'p, 3-si, 4-si necha 4-si? 4-si necha? 24 gapir. 23. Chaqir bu yoqqa. 23 bu yoqqa chiq. Bismillah. 23. Chiq bu yoqqa. Chiq bu yoqqa 23. Tez kalima qaytar bo'lmasam. 23 kalima qaytar. La ilaha illalloh. La ilaha illalloh. Muhammadun Rasululloh. Muhammadun Rasululloh. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadun abduhu rasuluh. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Qaytar.
Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Qaytar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ay. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allohning elchisi Allah'ın elçisi. va habibi. Ve habibi. Islomni qabul qildingmi? İslam'ı kabul kıldım. Nechisan? 23 men, 23. Davay 23 hayda tez chiq. Bismillah. Jasad chap qo'liga o't tez. Bismillah. Tez. Chiqib ket. Bismillah. Jasad chap qo'liga o't chiqib ket. Bismillah. 24 hayda buni, vaziri. Jinlar vaziri. 28 hayda. Tez ikkala tepkila buni. Chiqarib yubor. Chiqarib yubor tez. Hayda. Tez hayda. Tez. Tep buni. Tep. Turtib tep. Bo'lmasa ikkalayni o'ldiraman. 28 29 ni o'ldirib yuboraman agar aytganim qilmasang. Bo'lmasa chiqar ani. 20 vur uni, chiqar. Tez. Tez chiqar. Chiqar, chap qo'liga o't qiz tez. Bismillah. Bismillah. Chap qo'liga o'tdimi? Ha, ketdi. Ketdimi? 28 29 qiz ikkalang podshosi bilan vazirmisan sen ikkalang kattay bilan. 3 bor, kichkinasi bor, 3 raqam turibdi. Shu yerda buyukini turibdi. Da 3. Da 3 chaqir. Bismillah. 3. Buyukinadi, kichkina. Farqi o'ldirib yuboraman. 3 agar chaqirmasang o'ldiraman hozir buni. Kichkinada. Bar farqi yo'q, menga chiqar. Chaqir bu yoqqa. 3li raqamli jin. Bismillah. 3. 3 chaqir. 3 bu yoqqa chiq. Bismillah. 3. 3. Kalima qaytar 3. La ilaha illalloh. La ilaha illalloh. Muhammadun rasululloh. Muhammadun rasululloh. Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illalloh ilaha illalloh. va ashhadu anna Ashhadu anna Muhammadun abduhu abduhu rasuluh. va rasuluh. Allohdan o'zga iloh yo'q. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning elchisi Allohning elchisi va habibi. va habibi. Voy. Nechinchi raqamsan? Uch. Islomni qabul qildingmi? Ay, qabul qildim. Jasad chap qo'liga o't tez. Bismillah chiqib ket tez. Tez 3. Chiqib ket. Ay. Vazifang nima edi o'zi? 3-raqam. Bolalarni o'ldirish, hamma bolasini o'ldirganman. Bolalar bo'lmadi, bo'lganini o'ldirdim. Bu tuqmaydigan qilishdi niyatimiz hammamiz. Boshliqni yurgan, boshliq. Necha boshlig'ing? 28 da. Vaziri necha? Vaziri 24. Ha bo'ldi, hali tavba qiladi bular. Hali mendan gap eshitadi, hali ta'zirini oladi. Tezdan chiqib ket. Bolasini o'ldirganmiz. Bola bo'ladi, tug'ilmaydi, o'ldirib tashlaverganmiz. Bo'ldi, tez 3-raqam. 3-raqam dedim. Jasad chap qo'liga o't tez. Bismillah. Tez 24, 28 tepkilab chiqarib yuboringlar. Tez bismillah chiq. 3-raqam islomni qabul qilib chiqib ket tez. Bismillah. 24, 28 tepkila uni. Tez. Tez tepkila. Tez bo'l. Tez bo'l. Hayda uni, agar haydamasa 28 24 kuydirib yuboraman turgan joyini. Deb qo'y. Tez. Tez hayda. Chiqarib yubor. Chiq 3-raqam chiqib ketsin da tez. Jasad chap qo'liga o't tez. Bismillah. Tez. Bismillah. Chiq 3-raqam. Jasad chap qo'liga o't. Yelkadaman. Pastga cho'sh, barmoqni uchiga cho'sh. 28 nima qilib turibsan? 24 tushir uni. Hayda dedim. Hozir ikkalangga o'taman aytib qo'y. Navbat ikkalangga keladi aytib qo'y. Tushir uni. Sidirib tushir. Navbat senga kelsinmi 24 28? Yo'q. Bo'lmasam tushir ani 3chi. Yo'q. 3chi tushir. 3chi tushir. Tez.
Hayda uni. Siqib chiqar tez, tepkila uni. Tez. Voy. Davay, chap qo'liga o'tqiz tez. Ketdi. 28. Ketdi. 24. Ketdi. Ketdimi 3? 3 ketdi. Alda sen ko'rasan, etib qo'y, yolg'on gapirma menga, kuydiraman. Ketdimi, ketmadimi? 3 ketdi, qolmadi. Necha qoldi endi hozir? 28, 24. 2 kishimiz, vazirim, 10 qo'l vazir. Qolganchi yani qolgan yana. 10 ta bo'luvdilar-ku. 10 tasilar-ku. Chiqqan bo'lsa 5 tasi chiqqandir. Yana 3 tasi turibdi-ku. Meni o'ldirmasang 5 ta aytaman. O'ldirmayman seni. Aytaman, bo'lmasa yo'q. O'ldirmayman dedimmi senga? O'shanchi seni islomni qabul qildirib qolganlariga chiqishga yordam berasan dedim ularga. 5 men bilan matkani bekitib o'tiribdi. Men eng katta boshliqman. Da 5 chaqir, tez bismillah. 5 turbada turibdi. Davay, matkadan chiqsin. Joylashgan. Bekitga ikkita turbani. Tez. Turbani bekitgan bolalar o'tmaydi. Tez bo'pti, ko'p gapirma, 5 chaqir tez. Sudra bu yoqqa. Tort betdi kallasidan tort chiqar, chap qo'liga o't. Chap qo'liga tort, sug'ur buni. Tez. Sug'ur matkadan. Matkadan sug'ur 5. Chiqar bu yoqqa, tepkilab chiqar tez. 5. 5-raqam. Tilga kir 5. 5. Islomni qabul qil 5. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadun abduhu rasuluh. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisi va habibi. Nechinchi raqamsan? 5man. Davay. Erkakman. Erkak, davay, jasad chap qo'liga o'tdes. Bismillah, tez. Beldaman hozir, belga chiqdim men. Endi jasad chap qo'liga o't, tez suzib bor, tez. Barmoqlar uchiga bor. Matkaga azob beryapman. Og'rityapman hozir, bel bilan matkani yomon og'rityapman. Ortma endi, o'zing qilgan sehr tozalab chiqib ket. Men qilmaganman, meni kirgizishgan. Ha. Yomon odamlar zakaz qilgan, kirganmiz biz. O'zidan o'zi kirmaganmiz. Bo'ldi. Jasad chap qo'liga o't, tez. Ay xudoyim. Tez, jasad chap qo'liga o't. Alloh. Bismillah. Bismillah. Jasad chap qo'liga o't, tez. Bismillah. 5. Ay. Islomni qabul qildingmi? 5. 5man qabul qildim. Davay. Jasad chap qo'liga o't. 24-28 da ter turk uni tez sug'ur. Chap qo'liga qarab itar tez. Savala uni. Chiqmasa savala, ur, bo'lmasa ikkalangni o'ldiraman aytib qo'y. Savala tez 5. Tep chap qo'liga o'tqiz tez. Tez. O'tqiz. O'tdimi? 5. Chap qo'liga o'tdingmi? Bo'ldi endi chaq. Tez bismillah. Uchidan chiqib ket tez. Chaq tez. Chaq tez. Chaq 5-raqam. O'z Rabbingga qayt tez. Musulmon bo'lgan holatda. Tez. Chaq, barmoqlar ustidan chiqib ket tez. Ketdi. Ay yaxshi. Nechta qoldi qara. Nechinchi raqamlar qoldi? 3tagina qoldi, 3taginamiz, 3ta. Uchinchisi necha? 6 bor-ku, bekini ekan bu ham, men ko'rmay qolganman. 6-raqam bor. 6-chaqir bu yoqqa, bismillah, 6. 6 chaq. Kelmayapti, qolaman deydi. Yo'q. Kallasini tort, uz bu yoqqa, uzib ol. Kallasini uzib ol. Ay, bo'ynida suyakka o'xshab kundalay turib olgan, yelkasiga pichoq sanchadi. Har doim yelkasiga pichoq sanchadi, pichoq. Davay, kallasini sug'urib ol, o'ldir ichida. O'ldir uni. Suyak deb turadi, bu suyak deb turadi. Tez. Hamma joyini og'ritadi.
Davay, 24 kallasini sug'urib ol, 28. Tort bu yoqqa qara. 6 nomer dedim-ku, 6. Oltini tort bu yoqqa. Ay. Kallasini uzib ol, agar chiqmasa. Ay. Tez o'sha to'zda o'ldirib ol. Agar masa ikkalangni o'ldiraman aytib qo'y. Ay. Ay. Tort bu yoqqa, kallasini sug'urib ol. Ay. O'ynidan tortaman o'zim tortaman, kuchim yetadi, boshliqman-ku. Tort bo'lmasam, sug'ur. Ay. Bu yoqqa chiqar meni oldimga. 6 tilga kir bo'lmasa, hozir ikkita jinni etib turib o'ldirtirgizaman seni. 6 Nima? Islomni qabul qil, la ilaha illalloh. La ilaha illalloh. La yo to'g'rilab ayt, la ilaha illalloh. La ilaha illalloh. Muhammadun rasululloh. Muhammadun rasululloh. Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illalloh ilaha illallah. va ashhadu anna Wa ashhadu anna Muhammadun Muhammadun abduhu abduhu rasuluh. wa rasuluh. Allohdan o'zga iloh yo'q. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning elchisi Allohning elchisi va habibi. va habibi. Islomni qabul qildingmi? Islom dinini qabul qildi. Nechisan? 6. Davay, jasad chap qo'liga o'tdi. Bismillah. Tez. Oy. Jasad chap qo'liga o'tdi, tez barmoqlari uchiga o'tdi. Aldasa ham meni o'ldiraman aytdi. Tez. Ay. Tez 24 28 tep uni. 28 bilan 24. Oy. Sizdura chiqar, chap qo'liga o'tqiz tez. Tez bo'l. Bismillah. Ay. Bismillah. Ay. Tez. Ay. Bismillah. Bismillah. Ay. Tez jasad chap qo'liga o'tqiz. Bismillah. Bismillah. Tez. 24 28 tep uni, tep. Tepishga harakat qilyapman. Davay. Uzoqqa ketdi. Oyog'im yetmayapti. Tez. Suzib bor. Barmoq uchida turibdi. Tusholmayapti. Yopishib qoldi o'sha yerga borib. Yopishmasin, tez chiq. Nechinchi edi u? 6. Chiqyapsanmi? 6. Ay. Chiqyapsanmi 6? Chiqyapman. Tez chiq. Tez chiq. Tez chiq. Bismillah. 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 Chiqib ketdimi? Nechta qolding? Qoldik 28 24. Bo'ldi. Ana endi agar aldasalari ikkalini o'ldiraman oxirida. Qara. Jasad kuchi yetadimi sanlar chiqishga? Yetadimi, yetmaydimi? Yo'q, hozir yetmaydi. Bo'lmasa o'zing keltir. Bismillah. O'zing keltir. O'zing keltir. Bismillah. Domla. Ha, nima bo'ldi? Ey. Ha? Nima, juda qattiq terladim bo'g'zimdan. Nimadir tiqilgandek bo'ldi o'qiganingizda. Yelkamga, shu bo'ynimga suyak qadalgandek bo'ldi-da, keyin yelkamga ko'p nima bo'ldi. Pichoq sanchilgandek bo'ldi. Keyin matkamdan tepaga juda kuchli nima bo'ladi-yu, tepaga qarab nima, nagruzka tepaga nimadir qopdimi, nimadir yorib chiqishga harakat qiladi-ku. Ana shunaqa tepaga bo'ldi, keyin ancha yengillashdim. Juda o'ta kuchli terladim keyin. Qo'limda o'ta kuchli nima bo'ldi? Nima siltinish bo'lib ancha yengillashdim. Har bitta jin chiqayotganini bildingizmi? Jasad chap qo'liga. Ha. Ancha jin chiqib ketdi. 10 ta jiningizdan 8 ta jin chiqarib yubordik hozir ichingizda. 8 ta. Ko'rdingizmi? O'sha domla siz ayniqsa matkalarda deganingizda vashi o'zimda yo'q.
kuchli baqirish bo'lyapti-da, o'sha matkalarida nima deganingizda, o'sha nima orqaga qarab o'zim tashlab nima qilyapman-da. Qo'lim o'sha nima kindigim atrofi, qulog'im ustiga borib qolyapti. O'ta kuchli nima bo'lyapti o'sha yerda. Chiqib ketdi, o'sha matkangiz ham chiqib ketdi, bildingizmi? Ha. Matkadan chiqdi, hamma yoqdan chiqib ketdi. Ana 3-raqam u ham hali yosh jin ekan, bola bo'layotgan paytda o'ldiraverar ekan. Uni boshlig'i aytgan 28-24 qoldi hozir jin. Bildingizmi nima jin gapirayotganlari hammasini sezib o'tirdingizmi? Ha, sezib nima qilib turdim, gapirdi o'zi. Siz nima gapirtirishdan oldin siz la ilaha illalloh deyman deb aytyapman. Nima bo'g'zim bo'g'ilgan, ovoz chiqmayapti, ichimda aytyapman, tilim aylanmayapti. Siz aytganingizdan keyin orqangizdan qaytarsam aytyapman. Undan oldin siz o'qiyapsiz, ichimda o'shani aytib turing deyapman. Ertaroq nima chiqadi, har nima ertaroq chiqib ketadi deyapman, nima bu xullas jin, har bitta jin chiqayotganini sezdingizmi? Gapirayotganlarini sezdingizmi? Qanaqasi hozir holatingiz yaxshimi? Ancha yaxshi. Yengilmi? Yengil ancha. O'zi bugun tushlarimda yaxshiroq muzlar, suv, tiniqroq suvlar ko'rdim. Bo'ldi. Bo'lmasam endi yog'ini ham chiqaramiz. Sirazi birdaniga bo'lmaydi. Hozir chiqasamizsam jasadda kuchim yetmaydi deyapti. Endi uni vazifa berib chiqaramiz sizga endi. Endi ertami shunday ketma-ket nima qilsak bo'laveradimi, domla? Ha, ketma-ket bo'ladi. Hozir qanaqa yengil bo'lib qoldingizmi? Ha, ancha yengil, ruhiyatimda yengillik bo'ldi. Bo'ldi. O'sha bunaqa bo'ladi-da, domla qarang. Nima 10 yildan oshdida nima farzand kutamiz. Ana oy suriladi, nima borsak, o'sha doktorga borsak ham mana endi folikula yoriladi. Mana shu yorilishda nima yetilib kelayotgan folikula yorilsa nima bo'ladi deydi, farzand bo'ladi deydi. Oy suriladi-da, o'sha nimaga aylanib qolaveradi. Folikularni kestaga aylanib qolaveradi. Doktorga ham bordik, hammasiga bordik, bo'ladi. Nima sababligini bilmaymiz deydi. O'tgan safarim nima jonli efirda aytdim bilsangiz agar, deyarli o'sha 12 ta viloyat hammasiga borib ko'rdik-da, deyarli. Endi bunaqa narsani uncha nima qilmaslik, keyin bir o'sha eshitib nima qilsam haqiqatan o'sha ruhiyatimda nima bo'ldi? O'ta kuchli terlash, bo'g'ilish, siz aytgandek qaltiroq bosdi. Nafasim bo'g'ilib havo yetmay ketdi birinchi boshda. Onlayn eshitib yurdim-da o'sha domlalarniki. Keyin sizni ko'rib qoldim o'sha nima qilib o'qiydigan. Endi borishga har doim imkon bo'lmaydi. O'shanga keyin ixlos bilan endi yaxshi niyatda Xudoyim o'shani sababchi qilib endi ol qo'lim desa hech narsa emas. Domla namozlaringizni ham duo qilib qo'ying. Xo'p. Ertaga yana nima qilsa tashlab qo'yaman nimasini. Qarang. 12 ta viloyatga nimaga borgansiz? 12 ta viloyatga o'sha nimaga bordik? Toshkent ham qolmadi, Samarqand ham, Buxoro ham qolmadi. O'sha farzand bo'lmayapti deb ko'rinib borganmiz, domla. Nimaga borgansiz? Doktormi? Nimaga borgansiz? Doktorga bordik. Asosan doktorga bordik. Aniq bitta tashxis nima qilmaydi-da, qo'yilmaydi-da, bo'ladi. O'sha folikular asosan yorilib nima bo'lmayapti deydi. Lekin tushimda o'sha tinimsiz qop-qora o'sha nimani o'choqni tagidan kuyib ketgan qurbaqa ko'rardim yoki bo'lmasa ovqat yerdim, ovqat o'ta sassiq bo'lardi. Haddan ziyod sassiq bo'lardi. Keyin og'zimdan bundoq sezardim-da, o'sha tushimda yegan narsani sezardim. Og'zimdan ipga o'xshash tortsam, ichaklarim chiqib kelayotgandek bo'lardi. Keyin nima endi o'zimizda asosan bunaqa nimalar kelin-kuyovlarga chimildiq ko'rpa qiladi-ku xotinga. O'sha chimildiq ko'rpamni ichida tushimda ko'pincha ko'rsam, o'shani ichi shunchalar katta odam shaklli, odamdek kattalikda ilon to'la bo'lardi o'shani ichida. Yoki bo'lmasa yurgan yo'limda haddan ziyod ilonlar kulcha bo'lib o'ralib yotardi. Shundan shunaqa bo'lardi. Keyin nimalardi, nima ko'pincha tepa qirlardan, tog'lar tomondan
nima harbiy askarlar quvlab kelar. Keyin rosa ham ko'p yomon odamlar quvlar. Yaxshi niyatda emas, yomon niyatda quvlardi. O'shanaqa tushlar ko'rardim. Keyin o'sha nimalarni, o'sha qasidalar, nima ruqiyalarni eshitgandan keyin bitta nimalar kam edi, lekin nima ruhimda bosiqlik bo'lardi, bilardim, bo'g'lardim. Shunaqa bo'lardi. Keyin tuxum ko'rardim-da, sinib qolgan tuxum ko'rardim. To'g'ri tuxumini topib olardim. Yo tilla zanjir ko'rardim, tiniq suvdan tilla zanjir topaman domla. Bir etak shunday hovuchimni to'ldirib olaman, bo'yinga taqadigan tilla zanjir. Birontasini uchi yo'qda, shunchalar bog'lanib, tuyulib bog'lanib ketgan, uni boshi ham, oxiri ham ko'rinmaydi. Tilla zanjir lekin bo'yinga taqadigan. Etagimni to'ldirib olaman, ko'ylagimni to'ldirib etagimni olaman, lekin o'sha shunchalar qattiq bog'langan, uni boshi ham, oxiri ham yo'q. Yo, o'zi o'qitib ko'rganmisiz? Nima Toshkentga, nima Abdulloh domlani eshitgansiz, ko'rganmisiz domla? O'sha domlaga 2 kunmi 3 kun bordik. Keyin nima ketadigan bo'lib qoldik. Ishimiz boshlanib qoldi. Xo'jayinim ishlari boshlandi. O'sha nimani bildimda kirdim. O'sha siz aytgan hozirgi holatlar bo'ldi domlada. U domlaga o'sha domlam aytdi. Domla davomli bo'ladi dedi. Biz ag'da turishga nimamiz bo'lmay qoldi, ancha ishga. Keyin qayerga bordingiz keyin? Undan keyin bitta Samarqandda domla bor ekan, domla. Sizga aytavering endi. Yo, keyinchi Samarqandda. Keyin qolgan qayerlarga bordingiz? Keyin so'rayman yo. Yo'q, birinchi Toshkentga bordik, o'sha domlaga ham o'qitdik. Yo'q, bo'ldi, aytdingiz, Samarqandga bordingiz. Keyin qayerga bordingiz? Nechtasini ayting bo'ldi. 2 ta asosiy domla bor, domlaga bordik, u domlani chaqirdik Samarqanddagi domlani. Qarang. Tushundim. Bo'lmasam,